Assalamualaikum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurrashid. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyğur Qurultayının sahibxanlığı və hər qaysı əllərdəki qeyrindaş təşkilatlarımızdakı həmkarlıqda bu il 5-ci ayının 26-cı gündən 28-ci günügacha Germaniyanın Münxen şəhərində çağırıldığan 2-ci növbətlik Şərq Türkistan Milli Kengişinin təyərli xidmətləri tamamlandı. 22 may yekşənbə günü Dünya Uyğur Qurultayı mərkəzi orqanı Qurultay rəisi Dolqun İsa əpəndiminin bevasitə riyasətçiligində Qurultayının Münxendəki rəhbərlərinin, Uyğur savdəgərlərinin və cəmaət vəkillərinin qatnaşdığı umum səfərbərlik yığını çağırıb 26 may başlanğan Milli Kengişinin bütün təyərli xidmətlərini axır qıtım gözdən keçirdi. Hər qaysı əllərdən kildiğan vəkillərimizin aerodromda kütübülüş üçün məxsus xadimlər ornaşdırıldı. Vəkillərimizin düşlük və keşlik tamqını Münxendəki Uyğur restoranları və tamaqxanaları haqsız üstüge alındı. Qurultay İşki İşlər Komitetining müdiri Baxtiyar Böre əpəndim 22 may Avstraliyada Münxen şəhəriga oldin yetib kelib Qurultayning mərkəzdəki rəhbərləri bilan bu növbətlik Milliy Kengash qatnaşdırgan vəkillərimizin bexatarligini qoğdaş və yığınның tərtibini saqlash məsələləri haqida konkret o'rinlashtirish elib bordi. Bu növbətlik Milliy Kengashning 26 may Berlin vaqti atdigan soat 9:30 başlanğan ochilish murosimi stansimizning sizlar ko'rayotgan mazkur YouTube kanali orqali naq maydonda bevosita tarqatildi. Yığın aralığında stansimiz muxbirlari har qaysi ellərdən kelgan vəkillərimiz bilan naq maydon söhbəti elib bordi. 2-ci növbətlik Şərq Türkistan Milli Kengişinin ochilish murosimiga Chexiya Kengash palatasının muavin raisi senator Yuri Oberfalzer, Uyğur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jeffrey Nice, Fransiya parlamentining a'zosi Frederick Duma və irqiy qirg'inchilikni oldini olish maslahatchisi Yasna Kanzovich, Vakolatsiz Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Ralph Bunche, Amerikaning Germaniyadagi bosh elchisi Amy Gutman, İrlandiyaning sobiq adliya ministri və bosh sudchisi senator Michael McDowell, Polshaning sobiq tashqi ishlar ministri və Yevropa parlamentining a'zosi Anna Fotiga, Yevropa parlamentining a'zosi Engin Erolu, Amerika Davlat Majlisining a'zosi Yong Kim, Germaniya parlamentining a'zosi, Germaniya federal hukumatining diniy erkinlik va e'tiqod ishlari komissari Frank Schwabe qatorliq muhim siyosiy arboblar bevosita va tor orqali qatnashdi. Milli Kengashning tunji kunda Uyghur sud kollegiyasining raisi Jeffrey Nice, muavin raisi Nick Wich, Markaziy Angliyadagi Uyghur haqlarini qo'g'dash advokatlik jamiyatining qurg'uvchisi Michael Pollack, Vakolatsiz Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Ralph Bunche qatorliq xalqaro tonlagan dangli qonunshunoslar Uyghur irqiy qirg'inchiligini qanday to'sib qola olamiz degan temani cho'rdigan asosda har qaysi ellardan kelgan vakillarimizning savollariga javob berdi. Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarta rejimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun umumyuzlik harakatga o'tish asosini nishon qilingan va 3 kun davom qilgan yig'in jarayonida 30 nafarga yaqin Uyg'ur tadqiqotchimiz va siyosiy faoliyatchilarimiz milliy da'voyimiz navbatda duch kelgan jiddiy masalalar haqida o'xshamagan temalarda doklad taqdim qildi. Yig'in qatnashgan tashkilot rahbarlari bilan yumaloq ustol suhbati o'tkazilib, Uyg'ur tashkilotlari o'rtasida hamkorlik va ish taqsimoti haqida muzokara olib berildi. Shundaqla har kunlik yig'in oxirida vakillarimizning da'voyimizga munosabatli taklif fikrlari anglab o'tildi. 21 may shanba Amerika Uyg'ur birlashmasining 10-navbatlik umum saylimida marhum milliy ustozimiz Oblikin Boqiyning qizi, iqtidorli yosh siyosiy faoliyatchimiz Alfidar Iltabir xonimning mutlaq ko'p ovoz bilan Amerika Uyg'ur birlashmasining yangi raisi bo'lib saylanishi Amerika va boshqa ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimizni alayda mamnun qildi. Undan burun Alfidar Iltabir xonim Amerika Uyg'ur birlashmasining bosh kotib vazifasini o'tab kelgan edi. Bu qitimqi saylamning rais nomzod faqatla Alfidar Iltabir xonim o'zi yolg'iz bo'lib, oldin qapda o'zining nomzodligini e'lon qilganda Amerikadagi mutlaq ko'p qism Uyg'ur jamoatining qizg'in qo'llashiga erishgan edi. Virginia shtatidagi bir mehmonxonada o'tkazilgan bu navbatlik umum saylamga bir qism Uyg'urlar bevosita, yana bir qism Uyg'urlar tor orqali qatnashib ovoz berdi. Dünya Uyghur Qurultayining sobiq raisi Robiya Qodir, Qurultayning muavin raisi Zubayra Shamsiddin va Qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat qatorliqlar saylamga bevosita qatnashib Alfidar Iltabir xonimni qo'llab ovoz berdi. Bu qitimqi saylamda yana Munavvar Abdulla, Abdug'ani Musa, Misran Dolan, Quddus Imom qatorliq 4 kishi Amerika Uyg'ur birlashmasining yangi navbatlik idora hay'at a'zosi bo'ldi. Undan boshqa Amerika Uyg'ur birlashmasining Amerikaning har qaysi shtatlari turishliq vakillari e'lon qilindi. Nurnisa Qurban Amerika Uyg'ur birlashmasining Kaliforniya shtatida, O'g'lon Uyg'ur Missouri shtatida, Aqida Ilhom Michigan shtatida, Rustam Muhammadov Florida shtatida, Muzaffar Dolan Texas shtatida, Mamtimin New York va Pensilvaniya shtati turishliq vakili bo'ldi. Saylam natijasi e'lon qilingandan keyin yangi navbatlik rais Alfidar Iltabir qasam berib vazifa topshirib oldi. U jamoat qilgan so'zda o'zining vazifa o'tash mezgilida Amerika Uyg'ur birlashmasining yangi navbatlik idora hay'at a'zolari va har qaysi shtatlar turishliq vakillari bilan zich hamkorlashib, butun kuchi ham zehni bilan Amerikadagi Uyg'ur jamoati uchun xizmat qilganligini bildirdi.
1998 yıl qurilgan Amerika Uyg'ur birleşmesi Amerikalik Uyg'ur jamoatiga vakillik qilayotgan eng nopuzliq va eng aktiv tashkilotlarning biri bo'lib, Uyg'ur davosining g'arb dunyosida, bo'libmi Amerikada tonilishi va taraqqiy qilishi uchun muhim rol o'ynab kelmoqda. Amerika Uyg'ur birleşmesi yana 2004 yil qurilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining eng asosli qurg'uch tashkilotlarining biridan iborat. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa apandi bu munosabat bilan istansimiz qilgan tabrik so'zida Alfidar Iltabir xonimning Amerika Uyg'ur birleşmesining yangi raisi bo'lib saylanganligidan cheksiz so'yinganligini ifoda qildi. 5. ayının 21. günüsü Amerika Uygur Cemiyeti 10. nöbetlik sayılımını ötküzüp Elbidar başlık yeni bir idare heyeti Amerika Uygur Cemiyeti'nin vazifesini tavşırıp aldı. Bu münasebetle ben Dünya Uygur Kurultayı ve Dünya Uygur Kurultayı'nın bütün rehberlerine vakaleten Amerika Uygur Cemiyeti'nin yeni idare heyetini cümleden onun reis olup saylangan Elbidar hanımını kızgın tebrikleymen. Amerika Uygur Cemiyeti Dünya Uygur Kurultayı'nı kurgan asaslık teşkilatlardan biri bulup süpütü bilen Dünya Kurultayı kurulgandan buyan Amerika Uygur Cemiyeti Dünya Kurultayı bilen birge Şarkı Türkistan davasını dünyaya anlatış, dünyanın istaşlığını kol keltiriş ve bu keyinki yıllarda Amerika Uygur Cemiyeti Dünya Kurultayı bilen birlikte ve başka teşkilatlar bilen birlikte Amerika'da kanunlarının çıkarılışı ve Amerika halkının, Amerika siyasetçilerinin, Amerika'daki insan hakları teşkilatlarının Uygur meselesi boğan histaşlığını kollışı noktanızlarda Naci can pidalık bilen nurgun hizmetlerini kıldı. Bu münasebetle bundan burunki Amerika Uygur Cemiyeti'nin kurgucu reislerden tatip ve 9. nöbetlik sayılamda vazife algan Kuzat Altay başlık 9. nöbetlik Amerika Uygur Cemiyeti idare heyetinin bütün rehberlerine kılan hizmetlerinden sebebinden olan tebrikleymen naiti mühim ve ehemmiyetli hizmetlerini kıldı. Hem de yeni idare heyeti bilen Elbidar kanun başlığındaki yeni idare heyeti bilen tekimi hemkarlık asası da bu 101 Watt'tan erkek kırgınçılığını tüketiş, dünyanın tekimi bu meselesinden dikkat itibarını kozgaş ve Xitayga tesir kılalaydıgan şekildeki halkara besim şekillendiriş yolu da bir kademde, bir məqsəddə kolunu kolu tutup, müyürünü terep durup, hizmet kıldıqallığı işinimen, mübarek olsun, halkımızga mübarek olsun, bütün Amerika Uygurlarına mübarek olsun, bütün halkımızga Şarkı Türkistan davasıga mübarek olsun, hayırlarga vesile olsun. Chet eldagi bütün Uyg'ur tashkilotlarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining diqqat e'tibori BDT kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet xonimning bugun boshlagan va 28 maygacha davom qiladigan Xitoy va Sharq Turkiston ziyoratiga markazlashdi. BDT kishilik huquq oliy kengashi ishxonasining 20 may e'lon qilgan bayonotida ko'rsatilishicha, Michelle Bachelet xonimning ziyorati 23 maydan 28 maygacha 5 kun davom qiladi. Ve bu jarayonda u Xitoyning Guangzhou, Sharq Turkistonning Qashqar ve Urumchi shaharlarida ziyoratda bo'ladi. Bayonotda aytilishicha, Michelle Bachelet ziyorat jarayonida markaz ve Urumchidagi yuqori darajalik hukumat amaldorlari bilan har qaysi tashkilot ve shirkatlarning vakillari, shundaqla bir turkum ziyolilar bilan uchrashdi ekan. Bu qitimqi ziyorat mazmunlarining bir qatorida u yana Guangzhou universitetida leksiya berdi ekan. Ziyoratning oxirgi kuni, ya'ni 28 may kuni ziyorat ömiki o'zlarining ziyorat haqida bayonot e'lon qilish bilan birga muxbirlarning kutilish yig'ini ochdi ekan. Növbətdə Xitay hökuməti bu qatımqı ziyarət haqqında təşviqatlarını başlayıb etken bo'lib, buni o'zlarining qandaqdir xalqaro ochiq davlat ekanligining isboti sifatida gavdalantirmoqda ekan. Ammo bu qatımqı ziyoratning tasdiqlanishiga necha yillar ketganlik haqida bo'lsa, bir eg'izmi so'z qilinmagan. Sharq Turkistondagi buning munosabatli mudofaa choralari tilga ilinmagan. 20 may kuni ochilgan muxbirlar kutilish yig'inida bu vaqtda so'ralgan savollarga qarata Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian hozir ikki taraf ziyoratning tafsili halqalarini muzokara qilyotdi. Biz bu qatimliq ziyoratning bir qatimliq do'stona hamda o'zaro tushunishni olg'a suradigan haqiqiy ziyorat bo'lishini umid qilamiz deyish bilan kifoyalangan. 20 may kuni kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy bo'limining direktori Sophie Richardson o'zining Twitter betida uchur yo'llab, Xitoy hukumatı Michelle Bacheletning ko'rib qilishini zinhor xohlamaydigan har qanday narsa, jumladan ziyonkashlik uchirganlarning oila taobatlari bilan uchirish deganlar uningga nisb bo'lmasligi mumkin. Sizning Uyg'urlar haqidagi dokladingiz qayerda deb yozdi. Amerika hukumatining BDT turishliq sobiq bosh elchisi Kelly Kerry xonim BDTning yillardan buyon Xitoy hukumatining qo'lidagi qurol bo'lib qolganligini, shuningdek Xitoyga o'xshagan diktator hokimiyatlarning BDTni kontrol qilish orqali o'z maqsadlariga shota hozirlashini aybladi.
Dünya Uyghur Qurultayı ve Yevropada aktiv faoliyat ilib berayotgan 15 Uyghur teşkilatının ortak sahipxonlik qilish bilan 13 may Jenevadagi BDT kishilik huquq kengashining oldida o'tkazilgan namoyish jarayonida Dolqin Aysa apandim boshchiligidagi bir guruh heyət mazkur kengashining xodimiga chet eldagi 60 dan ortiq Uyghur teşkilatının imzo qo'yish bilan hozirlangan talab xatini Uyghur kishilik huquq qurilishi tarafidan aniqlab chiqilgan turmalarda va jazo lagerlarida begunoh tutib turilayotgan 480 nafar Uyghur sarxillarining tizimligini, shundaqla Uyghur adliya arxiv ombiri tarafidan aniqlab chiqilgan 7000 nafardan ortiq g'oyib bo'lgan Uyg'urning tizimligini topshirib bergan edi. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim BDT kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet xonimning Xitoy va Sharq Turkistonga ziyoratini rasmiy boshlaganlik munosabati bilan matbuotlar qilgan so'zida BDT hay'atining Sharq Turkistonda Xitoy tarafidan yasab chiqilgan saxta manzarlarga oldinib qilishning andish to'yayotganligini va Michelle Bachelet xonimning bu qitimliq ziyoratining haqiqiy ziyorat bo'lishiga gumon bilan qaraydiganligini ifoda qilish bilan birga Michelle Bachelet xonim boshchiligidagi BDT hay'atining Sharq Turkistonning har qaysi rayonlarida cheklimsiz holda tekshirish ilib berish lozimligini, turmalarni, jazo lagerlarini va majburiy emgak maydonlarini to'salg'usiz holda ziyorat qilib bu yerdagi mahbuslar bilan bevosita dialog ilib berish kerakligini qayta ta'kidlab o'tdi. Kanada hökuməti Xitayning dunyoga danglik ikki cho'ng telefon aloqa asboblari shirkatining Kanadada 5G tor qurilishiga qatnashishini cheklaydiganligini e'lon qilgan. Kanada, Amerika, Angliya, Avstraliya, Yangi Zelandiyadan keyin Xitoyning bu ikki shirkatini 5G tor qurilishidan cheklagan davlatlarning biri bo'ldi. BBC'ning xabar qilishicha, Xitoyning Huawei shirkati Kanadaning qaroridan afsuslanganligini va bu qarorning siyosiy qaror ekanligini ilgari surgan. Huawei bilan ZTE shirkati Xitoy hukumatining asirtim kontrolidagi Xitoy harbiy doiralari bilan zich aloqasi bo'lgan shirkatlar bo'lib, bu shirkatlar Amerika qatorliq davlatlarning bexatarligiga cho'ng tahdid deb qaralib qolmay, ularning yana Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi ve yuqori texnikalik nazorat sistemasini texnik jihatdan qo'llab kelgan shirkatlar deb qaralib kelgan. Kanadaning 19 may Huawei bilan ZTE'ni cheklaydiganligini e'lon qilishdan keyin bu ikki shirkat Amerika, Angliya, Avstraliya, Yangi Zelandiya va Kanadani o'z ichiga olgan 5 ko'zlar nomli istixborot hamkorlik guruhiga a'zo davlatlarning hammasi tarafidan cheklangan bo'ldi. Kanada sanoat ministri Francois Philippe Champagne 19 may Ottawada muxbirlarga aytishicha, bu qaror bexatarlik organlarining to'liq tekshirishi va eng yaqin ittifoqdoshlari bilan maslahatlashgandan keyin chiqarilgan ekan. U yana biz Kanadaliklarning bexatarligini har vaqt qo'g'daymiz hamda telefon aloqa aslihalarimizni qo'g'dash uchun zarur bo'lgan tadbirlarni qo'llanamiz degan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Xitoyning Ottawadagi elchixonasining bayonotchisi Kanadaning bexatarlik andisini siyosiy monopollikning bahonasi deb ayiblagan. Aziz ko'rurmanlar, yuqorida Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qitimli programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Thank you.